Assalomu alaykum hurmatli Xonmirzo uylari loyihamizni kuzatib boruvchi obunachilari. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganligimiz uchun sizlarga ko'rkam, muhtasham, chiroyli uylarni qurib taqdim qilmoqchimiz. Hammamiz hamisha bunyod qiluvchi bo'laylik, barbod qiluvchi bo'lmaylik. Hamisha darvozalar yaxshilikka ochib yopilsin degan tilaklarni bildirib, bizga bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana marhamat qilib binoyimizga kirib kelamiz. Ikkita zina bilan ko'tarilasiz. O'ng tarafda mehmonxonamiz. Mana buni e'tibor berib qarasangiz, mehmonxonamizni kirish qismi eshiklari kattaroq. Odatda mehmonxona kirdi chiqdili, qo'lingizda patnis bilan kirgan paytingizda bir-biringizga urilib ketmaslikni ta'minlaydi. Mana xonani ko'rishi ko'chaga ichida katta ravon. Mana yorug'lik bo'lishi uchun inzo eshik romlaridan qo'yganmiz. Xonalarimiz 100% hammasi tubli pol. Tubli poldan tashqari biz qo'yib ketganmiz radiatorlar. Demak, koridorimizdan keldik. O'ng taraf mehmonxona bo'ldi bizda. Chap tarafimizda o'tirib oila davrasida kundalik haligi gap bor-ku, 10 ta xona uyingiz bo'lsa ham bitta xonasida yashaysiz deysiz-ku. Umumiy oila davrasida yig'ilib o'tiradigan xonamiz. Xo'p, keyingi xonaga chiqamiz. Bu bitta spalniyimiz bo'ladi. Родительский spalniy. Mana buni o'zini sanuzil xonalariga ega. Родительский spalniy xonamizdan chiqqanimizdan keyin bu yerga garderob qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana sanuzil xonamiz ham keng. Kir mashina joylashtirishingiz mumkin, unitaz, vanna qo'yishingiz mumkin. Yana shunda ham joyimiz keng bo'lib qoladi. Xo'p, endi chap tarafdagi binoga o'tamiz. Xonadan kirishimiz bilan o'ng tarafda yana bitta mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz katta. Mehmonxonamiz u bilan buni farqi, uni deraza qismlari ko'chaga qaratilgan. Bu hovlimizga qaratilgan. Hovlimizga qaratilgan. Yana aytib o'tib ketaman. Mehmonxonamizning kiraverish eshiklari qolganlariga nisbatan kattaroq. Sababini men aytib o'tdim. Kirganimizda yo'lak bo'ylab chap tarafda yana bitta xonamiz. Xohlasangiz bu yerda yana bir xona, yotoqxona deysizmi yoki boshqa, yoki bolalar xonasi qilib qo'yasizmi, yoki yosh katta ota-onalarimiz uchun, xohlang yosh bolalarimiz uchun bitta o'g'lingiz, bitta qizingiz bo'lsa, bittasini o'g'lingizga xona qilib berishingiz mumkin, bittasini qizingizga xona qilib berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, shunaqa bir zapasnoy bir xonaki bu zaxirada turgan. Uyingizga mehmonlar tashrif buyuradigan bo'lsa, bu xonadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, hovli qismimiz bilan qo'shganda bino qismimiz umumiy 6 sotlik yer maydoniga qurilgan. Zaxvat joylari yo'q. Hammasi dokumentarni hujjatlashtirilgan. Kadastr egasini oformleni o'tkazib berish u taraflarda muammo yo'q. Hovlimizda kirganimizda o'rtadagi yo'lakdan chap tarafida zeleniy zona, o'ng tarafida zeleniy zonasi bor. Mana yoz oylarida bu yerda stul qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Istasangiz bir so'ri qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'ziga pol qilib o'tirish ham mumkin bo'ladi. Xo'p, mana endi biz yozgi oshxona qismiga o'tdik. Yozgi oshxona qismimiz usti yopiq. Mana e'tibor berib qaranglar. O'tin yoqsanglar ham bo'ladi, gazdan foydalansanglar ham bo'ladi. 3 xil qozonimiz turibdi. Uyingizga mehmonlar yig'in da bemalol foydalanaverasiz. Bu rakvina shu qo'l idishtovalarni yuvish qismimiz. Yozgi oshxonamizda endi qishki oshxonamizga o'tamiz. Azizlarim, bu granit toshda ham arzon toshda emas. Bu uy uchun arzon narsalardan foydalanilmagan. O'zimga yashayman deb qurilgan. Bismillah. Endi bu ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxonamiz bo'ladi. Mana oshxonamizni qaranglar. Bu yog'ida ham bitta rom. Bu yog'ida ham bitta rom. Agar yozgi kunlari bu qismida o'tirgan bo'lsangiz, agar bu yerda taomlarimiz pishiriladigan bo'lsa uzatish mumkin. U qismidan ham
bu yoqqa uzatish mumkin bo'ladi. Endi oshxona jihozlarimizni xoh men bu qismiga joylashtiring, xoh men bu qismiga joylashtiring. Tanlov o'zingizda. Oshxona qismimizning yonida xuddi shu shaklda yana bitta xonamiz bor.